Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Tezkor bir uyimiz sotilmoqda. Surxondaryo viloyati Uzun tumanining Yangi mahallasida. Shundaygina Pushka otadigan joyning yonida joylashgan, shinamgina namunali xonadonimiz joylashgan. Shu uyimiz sotilmoqda. Ko'rganingizdek kirish joyini ko'rsatdik. Xo'p, mana bu esa bo'yalgan uyimiz, bu sotilmoqda. Ko'rib turganingizdek, maydoni ham ancha kattagina, 9 sotixdan iborat. Hozir ichkari tomondan ham uyni ko'rsatib o'tib ketamiz. Manzilni yana bir bor aytib o'taman. Yangi mahallasi, Dehqonobod ko'chasida joylashgan. Eski nimasi, ko'chaning nomi Eski qishloq bo'lgan ekan, bu joyning nomi. Bu yerda bitta kuxnyasi bor. Mana ko'rib turibsiz maydonni kattaligini, ancha katta joyda joylashgan. Xo'p, hozir bu tomondan ham ko'rsatamiz. Hovlini ro'parada xurmo daraxti bor. Shu xurmo daraxtidan bu tomoni sotilmoqda. Videoda ko'rib turgan joyingiz. Chap tomonda o'zini molxonasi ham bor. Mana suvdan ko'rib turibsiz, suvda muammo yo'q. Suv, svet bor. Faqat gaz yo'q bu yerda. Gaz ballondan foydalaniladi. Mahallada doim to'ldirib kelinadi. Mana xonalarda ham ichini hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda 6 metrlik 3 ta xona bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi xonalar hammasi 6 metrdan. Mana ko'rib turganingizdek birinchi xona bu. Hozir boshqa xonalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rganingizdek shinamgina xonadon. Hozir mana bu ikkinchi xonani ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bu ham ikkinchi xonasi. Xo'p, hozir uchinchisini ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana bunisini ham ko'rishingiz mumkin. Bu ham katta xona. Shinamgina xonadonlar, namunali xonadonlardan biri. Xo'p, mana bu pastda Vremenkadagi xonani ko'rsatamiz mana. Ko'rganingizdek remontlari joyida, yaxshi holatda saqlanib qolgan. Mana ko'rganingizdek bu xonadonimiz mana ichma-ich bu xona, ikkita xona ketma-ket. Mana ko'rganingizdek juda ham chiroyli, remontlari yaxshi. Ko'rganingizdek. Hozir yana orqadan ozroq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Bemalol telefon nomerlariga bog'lanib, narxini ham kelishtirib olishingiz mumkin. Mana ko'rganingizdek, mana shu oxirgi xurmadan u tomoni uyga qarab sotiladi, shu bo'lingan shu tomon. Shu yerdan bo'lib beriladi. 9 sotixdan iborat Uzun tumani Yangi mahallasi, Dehqonobod ko'chasida joylashgan 29-uy. Mana ko'rganingizdek, molxonasi ham bemalol bu yoqqa molxona qilsa ham bo'ladi. Bu uyimizda narxini 65 ming deyapti, ya'ni kelishar ekan opamiz, uyda egasi. Bemalol telefon nomerlariga bog'lanib, narxlarni kelishtirib olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.